Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda Tigo 7 Life'imiz bo'ladi. Xo'p. Bu 2025-yil emas, 2026-yilda ishlab chiqarilgan restyling versiyamiz bo'ladi. Xo'p, 2025-yildagi do restylingimizda panorama lyuk bo'lmagan. 2026-yilda ishlab chiqarilgan modelimizda panorama lyuk уже qo'shilgan bo'ladi. Xo'p. Ko'rinishiga keladigan bo'lsak, faralarimiz qoraytirilgan bo'ladi уже. Облицовkalarimiz уже o'zgargan. Dersi qilib, chiroyli svetda. LED farali bo'ladi. Xo'p. 3 ta svet yonadi. Motor shassiga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina bo'ladi. 1.0 litr ot kuchi bilan jihozlangan. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mashinamiz juda ham katta. Xo'p, tog'li yo'ldagi bemalol shvetsiyali bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, diskalarimiz R18 diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu diskalarimiz matoviy qilib quyma diskada bo'ladi. Tushgan yerida yamalak uncha sezdirmaydi. Bittada chochilib ketmaydi. Bez kulchi dostuplar sensorli bo'ladi. Salon qismimizga o'tadigan bo'lsak, polli ekoko'ja yumshoq plastik bilan jihozlangan. Xo'p, akustikamiz Sony'dan yig'ilgan bo'ladi, polnisti. O'tiradigan bo'lsak, bemalol, udobniy o'tiramiz. Xo'p, sidenamiz elektronik bo'ladi. Oldiga orqaga yuradi, tushadi. Tabloimiz o'ziga chiroyli qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ikkita rejimda yuradi. Eco Sport. Xo'p, 9 zonli klimat kontroli bor. Xo'p, ko'rib turganingiz panorama lyuki ancha katta qilib ishlab chiqarilgan. Panoramani o'zi emas, lyuk bo'ladi. Bemalol ochib yopishga qiynalmaysizlar. Avtomatik o'zi yopiladi. Knopkani bitta bosib qo'yib yuborsanglar. Bar qismimiz bular ham juda ham katta. Past stakanliklarimiz oldiga orqaga yuradi. Xallayniklari ham bor. Salon qismimiz ancha keng. Orqasini ham bitta ko'rsak. Hop. Orqalari ham juda ham keng qilib ishlab chiqarilgan. Ancha bemalol hammasi chiqib ketadi. Hop. O't. Bir qarach, qo'lim joy qo'yapti. Ancha zo'r. Bo'yim 180 sm, 2 metrli odam o'tirsa ham patologiya bo'yi tegib qolmaydi. Ancha zo'r qilib ishlab chiqarilgan. Deflektorlari bor. Orqalarida ham bemalol sovutish tizimi, isitish tizimlari bor. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, spoilerlari bor. Hop. Laboylarimiz oldi orqasi ham qiziydi. Hop, bo'ladi. 25-yildagi ishlab chiqarilgan modellarimizda bagaj ochilishi mexanik bo'lgan, уже bo'ladi. Elektronik qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bitta knopkada bosasizlar, ochiladi. Bitta knopkada bosasizlar, yopiladi avtomatik. Disk rejimi ham bor. Qo'lingizdan siqib qo'ymaydi. Hop. Bittada qaytarib yuboradi. Zani kameralar jihozlangan bo'ladi. O'zini parktronikari bor. Bemalol parkovka qilishlariga qiynalmaysizlar. Mashinamiz keladigan bo'lsa, nima savolinglar bo'lsa, qanaqa grafiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, rassrochka, lizing, kredit, naqdga bemalol ochib ketsanglar bo'ladi. Hammasini batafsil izohlar plyus qoldirsanglar, menejerlarimiz sizlarga aloqaga chiqishadi. Sherik Ahmad Donish filialimizda sizlarni kutib qolamiz.